Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari, hammaga yangi salom. Ilon baliq haqida ozgina ma'lumot berib ketmoqchiman. Videomiz faqat reklamadan iborat bo'lib qolmasin. Hozirgi kunda havolar ozgina bulutli bo'lyapti, ba'zi joylarda yomg'ir yog'yapti. Shu yomg'irda imkon boricha baliqlarga ozuqa bermay turasizlar. Ishtahasi ham zo'r bo'lmayapti hozir baliqlarda. Baribir shu ob-havoni hisobiga hozir ozgina baliq kelib qoldi. Akamiz zakarat tashlab berishgandi. Shu akaga beryapmiz 30 kilo. Namangandan kelishibdi. Akalar ko'pchilik matchning so'radi. Matchning bor bir 15 atrofida matchning qoldi. Lekin bolalashiga bundan buyog'iga javob berilmaydi. Endi bolalaydigani shu avgust oyiga bolalaydi baliqlar. Hozir kilosi shu 1 kilo 100 atrofida. Shuni hozir joy qilib tashab qo'ysalaring, o'sha bolalaydigan paytgacha 2 kilodan o'tib qoladi, xudo xolasa. Asl matchning holatiga zo'r bo'ladi. Ham soni ham ko'proq keladi. 2 kilolini olib turib tashlagandan ko'ra, shuni 1 kilo atrof, 1 kilo 200, 1 kilo 100 naqa chiqadi. Yaxshi boqsalar 2 kilodan o'tib ketadi, xudo xolasa. Avgustga borib 2 kilo tashlaydi. Hop. Maydasi qolmadi baliqda. Ko'pchilik shu 100 gram, 200 gram so'rayapti. 100 gram, 200 gramlik lichinkalar o'zi kattalashib bo'ldi. Ko'llardan u yoqqa bu yoqqa bo'ldi. Endi har zamonda chiqib qolyapti. Shu chiqqanni olib kelib sotib turibmiz. Aka buni qanaqa tashlashni bilasa, ko'rganmisiz nimada? Sizdan so'rayman. Buni aka o'sha olib borasizlar, bitta chelakka tuz sho'r suv qilasiz. Sho'r suv zelonkadan kuyasizlar aka. Bunga ustiga kuyib turib, o'sha 1 minut, yarim minut turgandan keyin tashlab yuborasiz. Ha. Iloji bo'lsa, o'sha kimdan baliq olsa ham sirazi suvni ko'p suvga tashlanmaydi bu. Misol uchun uzoq yo'lda kelganda ustma-ustun bo'lib qolganda baliq ozgina qiynalib qolgan bo'ladi. Mana bu suvga qo'yilganda, men hozir mana suvni ozgina qilib qo'yganman. Suvga qo'yilganda baliq shu tepaga chiqolmasdan kislorod ola olmaydi. Mana sazan, oq baliqlarga o'xshab suvdan kislorod olmagan hisobiga bu suv tagida cho'kib qoladigan bo'lsa, baliq nobud bo'lib qoladi. Shuning uchun baliqni ko'mmas qilib tashlansa, birinchi suvga, keyin baliq o'ziga kelgandan keyin suvni sekin ko'tarib boraverasizlar. Xudo xolasa mana shu videomiz hech yo'q 10 mingta prosmotr bo'ladigan bo'lsa, bizda juda ko'p savollar bo'lyapti. Shu ilon baliqlarni yangi bolalaganiga nima beramiz degan savol juda ko'p bo'lyapti. 10 ming prosmotr bo'lsa, xudo xolasa o'zimiz matchnilarimiz bolaladi. Shularni video qilib, nima edi, qanday boqasizlar, shu haqida bir chiroyli qilib video qilib beraman sizlarga. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Qancha ko'p like bossalar, shuncha ko'p prosmotr bo'ladi. Xudo xolasa keyingi videoda ko'rishguncha xayr, yaxshi dam olinglar.